eshikni ochib balkonchaga chiqqaningizdan mana shunaqa kislorodga boy, daraxt zo'r, daraxtlar to'la bo'lgan joydan sizlarga zo'r lokatsiyada uy topib qo'yganman. 3-qavat 2 xonalik Kafe Bahor yokida eski Nixol restorani yokida Bo'stonbarni domi. Birinchi liniyada joylashgan bu kvartiramiz srochkaga sotilyapti. Uyimizning zal qismidan biza to'liq obovchalar bilan ta'mirlangan. Pachka kvartira hali uyimizda remont hidi turibdi. Plus balkonchalar bilan birga bu tomonda chiqqanimizdan bizani katta koridor kutib oladi. Prostorniy koridor. Bu tomonda esa uyimizning spalniy qismi. Obovchalari kombinatsiya qilingan ekan. Bir tomon boshqa xilabo'y, qolgan 3 tomoni boshqa xilabo'y bilan ta'mirlangan. Uyimiz xonalari hammasi polnotsiyniy derazalik tushgan ekan. Chiqqanimizdan bu tomonda esa uyimizning sanuzul qismi to'liq konfilchalar bilan ta'mirlangan, unitaz va narakminlar normal holatda saqlangan. Bu tomonda esa uyimizning oshxona qismi. Tayyor holatdagi mana shu kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Uyimiz narxini 39.500 dollarga baholab qo'yapti egalari. Kelishtirib arzon qilib beriladigan joyi bor. Manzil Texnologik universitetga bir qadam bo'lgan Kafe Bahor yonidan yokida Sentral apteka ro'parasida kelaverasizlar.